bir voqeani eslagim keldi. Chorsudan chiqqanda Ko'kaldosh madrasasining yonida masjid bor. Hoji Ahir Vali hazratlari qurdirgan masjid. 500 yillik masjid. O'sha Hoji Ahir Vali hazratlarini Xudo rahmatiga olsin, Anvar qori ko'p yaxshi eslardi. Bu kishi bilasizlar, savdogar bo'lgan, fermer bo'lgan, ahli ilm bo'lgan, juda ajoyib bir karomatlar zohir vali zot bo'lganlar. Shu kishi dehqonchilik qilgan, necha ming gektarlab yerlar bo'lgan. Toshkentda, Samarqandda, Qashqadaryo tomonlarda. Juda katta himmati baland boy odam bo'lganda. Bu paytda markaz Samarqand bo'lgan. Adashmayotgan bo'lsam Shohrux Mirzoning davri to'g'ri keladi. Toshkentga soliqchilar kelgan paytda bir necha yilligini yonidan to'lab o'rgan, butun bosh viloyatnikini. O'sha himmati baland insonni hayotidan bir zo'r voqea bor. Bu kishi dehqonchilik qilar ekanda, yonida boshqa fermerlar dehqonchilik qilar ekan, hosil yig'ib olish kelganda bu kishiniki bir 2-3 barobar, kerak bo'lsa 10 barobarlab ko'proq hosil berar ekan. Har yil shunaqa bo'lavergandan keyin boshqa fermerlar kelib oxiri so'rabdi. Hazrat, urug'ni bitta joydan olamiz debdi. Yerimiz bir xil debdi. Bir xil suv ichadi, quyosh ham bir xil nur sochsa, nimaga endi sizniki ko'p chiqaveradi, bizniki kam chiqadi deb so'raganda aytgan ekanki, chunki men urug'ni yerga qadashdan oldin, ekinni yerga ekishdan avval Alloh taolaga va'da beraman degan ekan. Ahdlashaman degan ekan. Ey Allohim, agar shu yil hosil zo'r bo'lsa, ushrini beraman deb. Ushur degani ko'pchilik biladi, ondan biri degani ashrun degan so'z olingan. Shu butun boshli ehsonni ondan birini ehson qilaman deb va'da berar ekanda, o'shani hisobiga u kishi beradigan ondan bir o'zi minovlarning umumiy hosiliga to'g'ri kelib qolar ekan. Men nimaga bu voqeadan boshlayapman suhbatni? Sababi ko'pchilikni xatosi pul topishga qiziqadi-da. Obyekt pul topish bo'lib qoladi. Obyektni pul topishdan yoki o'sha ekinni ko'p olishdan emas, oddiy fermerlarga o'xshab, bu kishiga o'xshab yaxshilik qilishga qaratish kerak. Biznes qachon foydaga kiradi desa, biznes boshlashdan oldin foydaga kiradi deyish kerak. Biznes boshlashdan avval, foydaga kirishdan ham avval miyangizda niyatingiz qanaqa bo'lsa, qalbingizda o'tkazgan ichki kechimlar bo'ladi-yu. Shunga qarab bo'ladi-da. O'shani boshida to'g'rilab olish kerak ekan. Hali innamal amal bin niyat degan gap bor. Insonni amallari, niyatlari ko'radi degan. Beriladigan savoblari, amaliga beriladigan savoblari niyatiga ko'ra bo'ladi-da. Xuddi shunaqa o'tgan safar bir aytdim. Fuzayl ibn Iyoz rahmatullohi alayhi haqida. Kelmaganlar bo'lsa eshitib olsin, yaxshi gap bo'lgan. Arafatda turgan payti hojilarga qarab aytdi dedi. Ey hojilar jamoasi dedi. Agar biz hozir bitta boyning uyiga borib biror narsa so'rasak dedi, beradimi dedi. Keyin bitta hoji turadi-da. Agar mard bo'lsa beradi dedi. Jo'mard odam bo'lsa beradi dedi. O'zbek tilida jo'mard degan so'z bor. Ko'pchilik eshitganmi yo'qmi? Bu kishi haqida, jo'mardlik haqida alohida kitob ham yozilgan. Husayn Voiz Koshifiy degan odam yozgan. Jo'mardlik himmatni baland tutish deganida. Jo'mardlik sahiylik degan, jo'mardlik shu jamiyatga maksimal foyda keltirish degan xullas. Jo'mard bo'lsa, mard bo'lsa beradi dedi. Keyin Huzayl ibn Iyoz xursand bo'lib yuzlari yorishib ketib duo qilgan ekan deyshadi. Ey Allohim, bitta bandang jo'mard bo'lsa, o'zini bisotdagi narsani berar ekan, sen jo'mardlarning sultonisan dedi. Sen mardlarni robbisisan dedi. Sendan mana shu hojilar bilan shu narsalarni so'raymiz deb, dunyo va oxiratiga foyda keltiradi, ko'p yaxshi narsalar so'ragan ekan o'sha payt. Bu ikkita insight bo'lsinki bizga hayotda real ishlaydigan instrumentlar bo'ladi-da, endi ko'zimizga juda real ishlaydigan bu ko'rinadi. Va o'sha siz bilgan har qanday qonuniyatlarni buzib tashlaydigan
sverhesesivniy deyishadimi? Ancha teparoq qonuniyatlar bo'ladi. Ana shu narsa kechagi aytganimiz mikro olam, makro olam dedik-ku. Biz ko'proq mana atrofimizni o'rab turgan olamiz sag'ir deyishadi. Kichkina olamga fokusni ko'p qaratavermasdan, olam kabir o'sha ichki olamga duxovniy o'sha o'zgarishdan boshlasak, keyin birimiz 2, birimiz 10, birimiz 70, birimiz 700 bo'lib boshlar ekanda. Shu Anom surasida keladi. 59-oyat adashmasam o'sha. Taxminan tarjimasi ko'pchilik eshitgan u ma'noni. Ya'ni daraxtdan bitta barg, bir dona barg ham yerga tushsa uni biladi va uni iznisiz tushmaydi-da. Ba'zi o'sha bitta barg oddiy daraxtdan turib yerga uzilishi uni izni bilan bo'ladigan bo'lsa, sizdek katta bir odamga rizq kelishi hammasi undan bo'ladi-da. Biz uni qo'yib boshqa joylarda ko'p qidirganimiz uchun ham fail ko'p bo'lib qolishi mumkin. Endi kim qanday tushunadi bilmadim-ku, lekin sharq bo'lishiga, sivilizatsiya bo'lishiga shu Xudoga bo'lgan ishonch sababchi bo'lgan. Kechani Dilshod degan yigit do'stimiz, shogirdimiz yaxshi gap gapirib qoldi. O'zbek adabiyoti nimaga jahon adabiyotiga chiqa olmayapti degan. Jahonda eng tanilgan adabiyotlarni oladigan bo'lsak, shu Goeteni, boshqa va hokazo hammasini oladigan bo'lsak, Dostoyevskiyni oling, Tolstoyni oling, boshqalar olsangiz, o'zbek adabiyoti oxirgi 100 yilda, 170 yil deylik, 150 yil deymizmi? Ozgina ateizm ruhida sug'orilib qoldi-da, faqat shu kitoblar maishiy hali bordi keldi, oldi qochsin atrofida aylanib qoldi deyapti. Chet elda adabiyotlari mumtoz bo'lib ketishiga sabab ularda ilohiyat saqlanib qoldi deyapti. Akrom Malik degan akamiz, qadrdonimiz aytdi deb aytayaptiki, o'sha o'zbek adabiyotiga qachon o'sha ruh qaytib kelsa, ilohiyat qaytib kelsa, keyin yana jahon adabiyotiga chiqamiz deb. Bu bitta adabiyotga tegishli narsa emas. Bu siz bilan bizni hayotimizga ham tegishli narsa-da. Agar men so'zlarda adashmayotgan bo'lsam, bir ajoyib bayt bor edi. Zindagi omad baroyi bandagi, zindagi bebandagi sharmandagi deyisharmidi? Hayot agar bandalik bilan bo'lsa, hayot agar bebandalik bilan bo'lsa, sharmandalik deb aytishadi-da. O'shaning uchun ishni nimadan boshlash kerak deb ko'pchilik savol berishadi. Ishni birinchi o'zlikni topib olishdan boshlash kerak-da. Siz kimsiz? Nimaga erkak bo'lib yaraldingiz? Nimaga bu zamonda yaraldingiz? Nimaga ayni O'zbekistonda tug'ildingiz? Savol ko'p berish kerak odam o'ziga. Iloji bo'lsa har kuni berish kerak. Har kuni berish kerak. Shunaqa gaplar hozircha. So'z sizga beray. Rahmat.